Qizlar, Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Biz qayerdamiz, qizlar? Qizlar, sizlar bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning yodgorliklari saqlanadigan joydasizlar. Biz bugun Zahiriddin Muhammad Boburni shunchaki shoir yoki sarkarda sifatida emas, balki taqdir sinovlarida chiniqqan, hayoti jang va hijrat bilan o'tgan inson sifatida eslaymiz. Atigi 12 yoshida taxtga o'tirgan, 15 yoshida yurtidan ayrilgan, umrining katta qismini musofirlikda o'tkazgan. Biz uning og'riqlarini to'liq his qila olmasligimiz mumkin, lekin Bobur bobomizning har bir baytida sog'inch bor, har bir satrida sabr va iymon bor. U qilich bilan ham, qalam bilan ham tarix yaratdi, davlat barpo qildi, ammo qalbini she'riyat bilan asradi. Bugun biz zamonaviy libosda turib kitobni ochamiz, tarix bilan yuzlashamiz. Kitob yopilganda esa vaqt chegarasi yo'qoladi va biz Bobur yashaydigan davrga, milliy ruh va tarixiy xotira bag'riga qaytamiz. Chunki Bobur o'tmish emas, Bobur bizning xotiramiz, g'ururimiz va ildizimizdir. Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallaridan xotirlaylik. Jonon bilginki bo'ldi marhum menga, mehnat bilan mayni qildi ma'dum menga. Ko'rgach ani garchi shod behad bo'ldim, mazmuni vali bo'lmadi ma'lum menga. Jonimdan o'zga yoru vafodor topmadim, ko'nglimdan o'zga mahramiy asror topmadim. Jonimdan o'zga jonni dilafkor ko'rmadim, ko'nglim kibi ko'ngilni giriftor topmadim. Usurib ko'ziga toki ko'ngil bo'ldi mubtalo, hargiz bu telbani yana hushyor topmadim. Nochor furqati bila hoy etmisham netay, chun vaslig'a o'zimni sazovor topmadim. Boray eshigiga bu navbatli ko'ngil, nechaki borib eshigiga bor topmadim. Istab jahonni muncha qilib yor topmadim. Xush ulki ko'zim tushdi sening ko'zingga, bevosita holimni desam o'zingga. Bermay so'zima javob, achchig'lana sen, qilding meni muhtoj chuchuk so'zingga. Sendek menga bir yor jafokor topilmas, mendek senga bir zor vafodor topilmas. Bu shaklu shamoyil bila hudhuru parisen, kim jinsi bashar ichra bu miqdor topilmas. Ey gul, meni zor etmaki husning chamanida, ko'zni yumib ochguncha bu gulzor topilmas. Bobur sen uchun yor dedilar, yorliq etigil, olamda kishiga yo'q esa yor topilmas.